Salom obunachilar, Edmike kanaliga xush kelibsizlar. Bugun qanaqa video bo'ladi desanglar, bugun qiziq video bo'ladi. Ya'ni bugun semiya ochamiz bolalar, semiya. Bolalar semiya ochish uchun kelib oldim bankka. Hozir bankka 3 million pulim bor. 10 million semiya ochishga ketdi. Hozir bu 3 millionni bankka solaman. Bankka solib, keyin esa nima qilaman desanglar, bu pullarni oilaga qo'yib qo'yaman. Oilaga qo'yib nima kerak desanglar bolalar, hozir bilib olasizlar. Videoni oxirigacha ko'ring. Nima kerakligini keyinchalik bolalar. Uch bolalar aytib qo'yishim kerak, yana like va obunani bosib qo'yishni unutmanglar iltimos, chunki 5 tagina obunachimiz bor, 5 ta. Bo'lmaydi bolalar. O'tgan safargi videomga 3 soat vaqtim ketganida keyin atiga 2 tagina like qo'ygan. Uyatda bolalar, uyat. Mana oilaga ham bo'lmasa oilam bankiga pul qo'yib qo'ydim. Bu yerda qanaqa funksiyalar bor ekan ko'raylik. To'g'risini aytsam, endi oila ochishim birinchi marta. Oldin oila ochmaganman. Xullas boya video olishdan oldin 2 ta odam qo'shib qo'ygandim oilaga. Hozir uyga boraman, uyga borgandan keyin videoni yoqaman. Mana bolalar uyga ham kelib oldim. Endi bu uyni oilaga xullas o'tkazishim kerak mana. 1 million ketadi. Bosdim. Bolalar ko'rishinglar mumkin. Edmike oilasi ochildi. O'zim uchun men xursandman oila ochganim uchun. Kim qo'shilmoqchi bo'lsa, ana shu yerga kelaverasizlar bolalar, bu yo'q. Lekin chotki uy ekan. Qaranglar chiroyliligini. Men bu yoqda tualet ham bor. Bu yerda bemalol gaplashishinglar mumkin orqada. Mana xaritadan xuddi ana shu joyga Karakinoga kelsanglar, bemalol sizlarni qo'shib qo'yaman oilaga bolalar. Bo'lmasa pastda nomerlar qoldiraman, ana shunga telefon qilaverasizlar. Keyin esa bemalol gaplashib sizlar bilan ko'rishib, ana shu oilaga qo'shib qo'yaman bolalar. Bo'lmasa videoni o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like va obunani bosib qo'yishni unutmanglar bolalar. Maqsadim 100 ta bo'lish. Bo'lmasa xayr bolalar.